Bu ayol sehrli choynak topib oladi. Har safar kimdir uni ranjitganda choynakda pul paydo bo'ladi. Bir kuni eri ishdan bo'shalgach uyga qaytadi. Ayol bechoraning yuziga tarsaki tushiradi. Shu zahoti choynakda pul paydo bo'ladi. U eriga choynakning sehrli xususiyatlari haqida aytadi. Eri bunga ishonmaydi. Ayol erini tepganida yana pul paydo bo'ladi. Shundan keyin ular butun tun bir-birlarini urib choynakdan haqiqiy pul olishadi. Er choynakdan qutulish kerak deb hisoblaydi. U yashirincha choynakni olib lombardga olib boradi, lekin u atigi $100 ga baholanadi. Hafsalasi pir bo'lib, choynakni qaytarib olib keladi. Ular og'riqli harakatlar orqali pul topishni davom ettirishadi. Sirli bir shifokor surat orqali choynakni taniydi va ular bilan bog'lanishga harakat qiladi. Keyinroq doktor ularning oldiga keladi va ogohlantiradi. Bu choynak kimga tegishli bo'lsa, oxir-oqibat azob chekadi. Ayol unga e'tibor bermaydi va yuziga tars qilib eshikni yopib oladi. Ular qancha uzoqqa borsa, shunchalik insoniylikdan yiroqlashadi. Oxir-oqibat esa ular shunday savolga duch kelishadi: pul muhimmi yoki insoniylikmi?